Bugun kechki ovqatga meni qo'limdan o'rdak go'shti. Buni kimchi bilan qovursa ham bo'ladi, lekin men o'zini qovurmoqchiman. O'rdak go'shti tovuq go'shtidan mazaliroq. Men bunga anaqa qo'shib yeyishni yaxshi ko'raman. Tuz. Qaynanam tuz yeydilar, bilmayman. Nima ko'p tuz ketadi qaynanam kesam. Lekin ovqat tuzi yo'q. Ozgina tepmasam. Qizim chokko bilan o'ynayapti. Qo'rqivordimi desam, bu tuzni ta'mi yo'q. Qanaqadir g'alati tuz. Ta'msiz tuz. Tagini sal pasaytiramiz. O'zini yog'iga o'zi pishiriladi. Yomon ko'p yog'i chiqadi. Yoniga turib sho'rva. Qaynanam ashini kep qilaveradilar. Endi iloji yo'q. O'zim qo'limdan do'qish kelmagandan keyin yeyman majbur. Erim o'rtoq qo'shni borda, o'shani onasi mul kimchi degan achchiqmas kimchi tuzlab ketgan ekan, o'zbekchasiga aytsam. O'shandan bizga beruvdi. Sho'rtang mazza ekan, keyin mazza qilib yesam qaynanam, "Ha, bu bo'lmabdi" demasa ekan, "Men qilib beraman" deb qilib dimlab ketdilar xolodilnikka. Endi yeb ko'ramiz. Lekin tuz qo'shmadilar shekilli. Menga sho'r yoqadi. O'rdak go'shtim tayyor. Endi dasturxon tuzatamiz birga. Annyan qirmizgul. Mana qirmizgul. Chokko o'ynatyapti, yotib olibdi-da, buni o'ynatmasdan. Kichkina peshxonchamiz. Cheklagujoga jonazi, ujul ujonasi. Bugun shopping ko'p qilib uchun tijolatdan ovqat tayyorlayapman. O'zimga qo'yib bergan o'yinga borib maza qilib o'tirardim. Yeydigan nimalarimiz bor ekan? Baqlajon, bodringni qovurib, qanaqadir nimadir qilib qo'yilar ekan. Shunaqa bemaza narsa bo'lar ekan, lekin kechagi ovqatni qolgani kimchi, kareslarni bo'lmasa bo'lmas degan ovqat kimchi, po'pak. Endi bularni tarelkaga solishga harakat qilib ko'raman. Chunki men to'kib yeydigan odatim bor. To'kib yesam yeganim sababli achib qolarmish. Qo'ziqorin bilan kabachki kecha qovurganlar qaynonajonginam. O'zimizga kerakligini olib qolganini yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana uni balig'i krasi erim yeydi. Men ko'rsam ko'nglim ayniydi buni. Biznikida katta tarelka degan narsa yo'q. Va sho'rvamiz va shalg'am sho'rvam. Ular bilan qanoq qilaman? Turib bu o'rniga kartoshka solsa bo'lmasmikin? Sho'rvamiz to'kib sachib bo'lsa ham sovib oldim. Endi guruch. Qaynanam guruch qilib ketibdilar. Umrlaridan baraka topsalar, endi buni bir hafta yeymiz. Men hamma narsani to'kib bitta qo'lda qilganimcha sachib. Ay, hammasini qildim. Qo'lim og'rib ketdi bola bilan. Kechki ovqatimiz tayyor. Mana. Kechki ovqatim. Ammo go'yo. Yo'q, yo'q. Suv olma chichmay, mog'isa.